sen bola 5 yil Rossiyada ishlab bitta gurgut cho'p olib kelarmading uyga. Sen bolani mana shu itchalik bir foydang tegmadi uyga. Dada, harakat qilyapman. Rossiyada ishladim. Hech o'xshamay qoldi. Pulimni berishmadi. O'rtag'im uy sharoitida $500 dan $1,500 sof foyda uy sharoitida qilayotgan. Endi ham gapingizga kirib, uy sharoitida narsa ishlab chiqaraman. Jicha puldan yordam qilib turing. Bu apparating palon pul bo'lsa, bizda uyda unaqangi sharoit yo'q bo'lsa. Yo'q, sharoit tanlamaydi. Oddiy tandirxonamizdan qilib beraman. Uncha pul ketmaydi, arzon ekansan. Qancha turar ekan o'sha apparating? $280. $280? Dollar ko'p ekan-da, dada. Berganim bo'lsin, lekin shu bilan ishni yurgizib yorgin bola. Malibu olib beraman sizga. Qani ilohi omin. O'g'limni ishlar yurishdi. Seximizga xush kelibsizlar. Sizlar ko'rib turganimizga xursandmiz. Bu parashok ishlab chiqarish biznesimiz hisoblanadi. Bu apparatimiz narxi $280. 3 xil retsept o'rgatamiz, ya'ni avtomat, polavtomat hamda ruchnoy. Bu gel ishlab chiqarish biznesimiz hisoblanadi. Bu narxi $380. Bu ikkitali varianti hisoblanadi. Bu narxi $550. Bu yerda bo'lsa kirsovun ishlab chiqarish uskunalarimiz, ham atirson ham kirsovun ishlab chiqaradi. Buni narxi $420. Gibrid apparatimiz bor, 3tasi bitta, ya'ni parashok, atirson, kirsovun ishlab chiqaradi. Buni narxi hozirgi kunda $550. To'liq ma'lumotlar pastdagi nomerda.